astaydi, keyin kuchaydi og'riq. Ha, Doktorga bordim. sekin kuchaydi. Ha, reumatoidni Yurolmaydi qoldim. bo'g'imlar qiyshayapmi? Kuchaydi. Bo'g'im endi mana shu masala. Sizda. Tizza, keyin yurolmay qoldim. Bir oyning ichida o'zgarish ketdi. Bir oy ichida ta'sirini ko'rdingiz. Ta'sirini ko'rdim. Og'riqlar qoldi. Nima tixi uxlayman, rasmni shunaqa ishi. Ashulaning dong'aqishdingiz. Zaten uxlamasga geçti ikkitasinchami? Uxlab qolaman. Salomat Haqiqiy ichim og'riqni. Men ishondim. Men oyoqim umuman yurmay qoldi. Men ishondim ona. Bir oyning ichida sezdim men uxlani. Haqiqatda ishonib ichinglar. Do'stlar, assalomu alaykum hammanglarga. Mana yana bir xonadonga keldik. To'g'risi eshikdan kirgandan bemor qani desa, menman bemor deydi, lekin yugurib yurgan ekan, zing'illab yugurib yurgan ekan. Oldingi holat haqida to'g'risi umuman anonim yo'q. Anonim nima deydi? Holat haqida bilmayman to'g'risi. Men hozir birinchi marta ko'rib turibman. Opa, o'zingizni tanishtiring. Ism, familiyangiz. Bizlar qayerdamiz hozir? Xorazmda qayerdamiz hozir? O'zi shular haqida bir chetdan gapiring, bir chetdan. Shoshilmasdan. Xush kelibsizlar avvalambor. Rahmat. Assalomu alaykum. Diydor ko'rishdik. Xorazm viloyati Gurlan tumanidan. Gurlandamiz. Gurlandan, ha? Navbahor mahallasi. Men Qodirova Gulbahor. Nima kasal edingiz, opa? Men 5 yil bo'ladi. Asta-asta og'riq astaydi, keyin kuchaydi og'riq. Doktorga bordim. Sekin kuchaydi. Kecha ham tabiatga eshitdim, og'riq shunga yugurib yuribman. Nima diagnoz qo'yishdi? Men nima desam ekan? Nega nima deydi? MRT? MRTga tushdilar, nega tushdi? Unga tushmadim men. Men sizlarni ko'rdimda, endi o'qib oldim. Tabiatga ichib yurayman. O'zi qayerda og'ridi o'zi? O'zi qayerda og'ridi? Tizdami? Meni hamma yerim og'ridi. O'sha orqam qotib qolib. Ha, reumatoidni. Yurolmaydi bo'lib qoldim. Bo'g'imlar qiyshayapmi? Kuchaydi. Bo'g'im meni mana shu masalan. Tizza. Keyin yurolmay qoldim men. Keyin asta-asta o'qib olib, u hech bir nima foyda qilmadi. Keyin YouTube'dan ko'rsam, nutva sizlarni ko'rdim. Har bir kommentariyingiz o'qib, chiqib, oxiri to'xtashimdan ichaman men dedim. Doktorni to'xtatdim. Doktorga borishni to'xtatdim-da. Keyin 3 oylikni oldim. Ichdim. Uni 2 oylikini ichdim. 1 oyligini o'g'limga berdim. Shuni o'g'ilcham tesla berib, shunga berdim. 2 oylikini ichdim. Menda 1 oyning ichida o'zgarish katta bo'ldi. 1 oy ichida ta'sirini ko'rdingiz? Ta'sirini ko'rdim men. Og'riqlar qoldi. Shuni ichib bo'ldim. Ichib bo'lganidan keyin asta-asta nima boshlanadi. Yana davom qildirish kerak-ku ichish. Og'riqlar qanaqa bo'lardi? Og'riqlar boshdan nimalar o'tdi? Boshdan orqam yelka qisib, hamma yerimni nima desam ekan? Og'riq kuchi, hamma yerimni, soch tolasidan oyoq uchigacha og'riqdan keyin oyoqqa berdi. O'sha mana bu yerim. Ana shu yerdan-da keyin kurraklarga og'riq, kurrakda og'riq kuchaydi. Massaj qildiraman, massajda og'riqni to'xtatadi. Osteoxondroz bo'lganda. Osteoxondroz. O, doktorlar ham osteoxondroz deydi menga. Keyin men oyoqimni rentgen qildirdi. Bu rentgen qilmadi. Menda oyoq kuchaydi. Tabiatga ichaman, bolnol ichaman, 2 kun yurayman. Oqshom kecha ichgan edim, shunga yuribman-da. 2 kundan keyin yana boshlaydi. Tura olmay qolaman yana shu narsalar. Общий nutvani qancha vaqt ichdingiz? Men o'zi 2 oyni 60 dona. Yo'q, 100 donani, 100 kapsula ichdim. Chidab bilmay yig'lab yuborganimda o'g'ilcham bir amallab topib keldi uni. Hafta deganda ichib, yaxshi bo'lib o'zini kiyib oyday bo'ldi. Men ishdan kelsam, yugurib chiqib kirib yurtda ta'sir etdi dedi. Xursand bo'lib ketdingiz. Televizorda ovqat kir, sport o'zi yugurmaya qaradi. Men dedi o'zimga keldim, yaxshi deb shuni tona endi ichib tashlamasam bo'lmaydi deb. Shuni yaqinda ila hafta bo'ldi, tamom bo'ldi. Endi shunda yana nutva ichib boshlash kerak. Opa, glavnisi eng muhimi. Men olib ichdim uni. Endi ichaman. 2 ta o'g'lingiz bor ekan, eng muhimi. Xudo shukr. Alloh 2 ta o'g'ilni beribdi, opa, Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Tushunasizmi? Glavni 2 ta o'g'il bergan.
u hammasi xoliva. Odam kasal bo'lganda borku opa, ko'ziga hech narsa ko'rinmas ekan. Ko'rinmaydi. Depressiya deydi-ku, depressiyani ham har xil turi borda. Boshlang'ichi bor, bir haftaligi bor, keyin 2 oy, 3 oy, shu bilan 1 yilligi bor. Eng chuqur depressiyaga tushib qolsangiz, o'tdan chiqish qiyin bo'ladi. Keyin vasvas deydi-ku, ana vasvas bo'lib qolasizda, o'lib qolmaymanmi? Og'rig'im kuchayib ketyapti. Men bularga ko'p ozor berdim. Buni xo'jayini ozor berdim, bolalarim. Bir oyda 20 kundan keyin men nutvani ichib sezildi. Nima tixi uxlayman, rasmiy uspokоящий. Dim ashulani dim yaxshi sezdim. Zati uxlamasga kechda ikkitasini ichaman, uxlab qolaman. Telegramga kiraman-da, qarayman-da, uxlab qolaman, telefonni tashlayman. Nega Telegramda yozmaysizmi bir maslahatlar, Yozaman, konsultatsiyalar bermaysizmi? Kommentariyaga yozib o'tiraman sizlarga chiqqan yering. Kecha yozdim, o'qidingizmi? Javob qaytaribsiz-ku. Endi 3,5 mingta odam yozadi-da. O'g'ilchani nasidan chiqaman, erta ko'p beksatdi endi. Ertaga uchrashamiz Alijon bilan deb yozdim-mi? Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, yana bir baxtli oila, xonadon. O'zi 2 oylik oila baram onada, shunda ham 1 oyligini o'g'liga bergan. O'zida og'ir kuchli bo'lgan, lekin 1 oyda natijasini zo'r ko'rish boshlaganda, shu og'rib tursa ham shu bolamni ham og'rig'i yengil bo'lsin deb bolasiga berganda, onalar baribir ham aytadi-yu, bitta ona 10 ta bolani boqishi mumkin. Bitta ota-ona, lekin 10 ta bola bitta ota-onani boqa olmaydi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi-da, ko'pini ko'rdik bunaqa holatlarni. Avvalo Allohim hamma bemorlar dardiga shifo bersin. Shular qatorida sizga ham opa tuzalib, o'zi yaxshisiz, ko'z tegmasin. Ozgina qopda u ham o'tib ketadi. Ko'rmagan deb ketadi. Yana bir 3-4 oy ichsangiz, hali Xudo xolasa yugurib yurasiz, hali Xudo xolasa. 1 oyda shuncha natija ko'rgan bo'lsangiz, 3-4 oyda endi bilmadim. Tog'ani ko'chada kutsangiz kerak, faqat eshik oldida, uyga kirmasdan. Shuni to'g'ri chaqirdiz, kattadan katta rahmat. Ko'rganlar foydalanib oyoqqa turib yurib, rahmat aytib yuribdi. Bizlar ham shu rahmat aytib yuribmiz. Inshaalloh. Odamlar shuni aytdi. Men shunga ko'rib o'tiraman. Ya, gaplashib o'tirganlaringiz katta xotinlar bilan gaplashib o'tirasiz deb. Men yaxshi bo'lgandan keyin Alijon bilan chaqiraman, mehmon qilaman deb o'zim xayolimda o'tirib xo'jayinga aytib o'tiraman. Niyat xolisda, mana qarang. Siz ertalab yugurib qo'ydingiz. Necha ish qilsa, bu kutilmagandagi sayyono deydi-yu. Xudoning xohishi bo'ldi-da. Xudoning xohishi bilan mehmonga keldik sizlarni ko'rgani. Yurtdoshlar, kuzatib boringlar. Hozir yana bitta o'ta og'ir holatdagi bemor bilan suhbatlashganda boramiz. Opa Qoraqalpog'istondan kelmoqchi ekan, aytdim, "Yo'q, to'xtang. O'zim sizni ko'rgani boraman" dedim. Chunki bemorni chaqirgandan o'zingiz borib ko'rganingiz unga boshqacha-da. O'zi og'ir bemor bo'lsa, bechora zo'rg'a yuribdi. U qanday u chaqirasiz uni uzoqqa shuncha yo'lga? O'shaning uchun o'zim ko'rgani boraman. Do'stlar, bizlarni kuzatib boringlar. YouTube ijtimoiy tarmoqqa kirsanglar, Nutva .youtube deb yozsanglar, hammasi chiqib keladi. Bizda saytimiz, o'sha yerda ko'rib, bemorlarning dardlarini eshitib, og'ir turda bemor bo'lsanglar ham, sizlardan ham og'ir bemorlar borligini o'sha yerda ko'rasizlar. Ular ham lekin o'zida bo'lgan ishonchni yo'qotmagan, eng muhimi. Hozircha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Haqiqiy ichinglar olib uni. Men ishondim. Men oyoqim umuman yurmay qoldi. Men ishondim uni. 1 oyning ichida sezdim men nutvani. Haqiqatda ishonib iching.